Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Do'stlar, Urganch shahar ko'p markazida Olimpiya stadioni arkasında kvartira narxida, arzon narxda 100% под ключ Euro ta'mirdan chiqqan tayyor hovli joyni obzorini qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Like'larni bosib beringlar do'stlar. Birinchi solingan yurtdoshlar, ushbu xonadonimiz aytib o'tganimizdek suvi, sveti, gazidan muammosi yo'q. Bilandan danışıp ketaveramiz. Altı stechka qilingan bo'ladi, kanalizatsiyamiz tashqi qismidan chiqarilgan, darvoza, eshiklar, fon fasadlari ham ishlangan. Dapa qismini ko'rib turganlaringizdek balasinalar, alifonlar, общем, uchuvchilar tashqi qismidan chiqarilgan, ko'rkalari, stupenkalar muramir. Darvoza, eshiklar, tarnovlar tashilgan bo'ladi do'stlar. Bismillah, girish qismimiz bo'ladi bu. Tamburda do'stlarga teplый pol, kafellar urilgan, chap tomonda rakovina muallikimiz, kafellar urilgan. Duh konturli nastenli kotellarimiz bo'ladi bu yerda. Bu tomonimizdan sayna do'stlar, ko'rib turganingizdek prихожий mebel. Tak, kuzatishni davom etinglar. Katta dalani shunday sal yursak bizani kutib oladi. Kvadratni tushgan, yog'och pol döşelgan gilamlar bilan aboylari atachento aboy, потолокка натяжной, люстраlar taqilgan bo'ladi do'stlar. Isitish tizimlari bedayna akvaplastik ramlar, aynalar tashalgan. Kengligine gap yo'q, bu tomondan ham ko'rsatamiz. Like'larni bosib beringlar. Kvartira narxda Urganch shahar xalq markazida, Olimpiya stadionining arkasida do'stlar. Yine bu yerda akvaplastik ramlar qo'yilgan, sanuzelimiz bo'ladi. Da потолка kafellar urilgan, vannasi, unitazi, rakovinasi Poco firmada sifatli vanna, unitaz, rakovinalari do'stlar. Smesителlar ham taqilgan, aynasini ichkari qismi zerkalni. Yani eshigimizning ichkari qismi. Bu yerda aristonlarimiz o'rnatilgan, lestnitsamiz bo'ladi bu yerda do'stlar. Ikkinchi etajga chiqib ketilgan. Tak. Oshxonamiz katta tushgan bo'ladi bu yerda. Oshxonada yana посудомоечник, gaz plita, выйчка, kafel, fartuklar, rozetkalar tashalgan, kuxonniy mebel asti usti bilan. Arkadan shunday bir shashlik pishirmakka zazor tashlangan, xonalara kislorod, nur, quyoshning nuri tushib turishi uchun tashlangan, bilasizlar. Isitish tizimlari yog'och pol bo'ladi bu yer. Tak, laklangan birinchi etajdan shu narsani ko'rsatib o'tadi do'stlar. 1 minut stop bosib turamiz. Bu yerda podvalimiz bor. Polni ochib o'tirmadik. Shuning podval do'stlar. Stupenkalar qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Podval. Yandan bo'yicha foydalanish sharoitiga ega podvalına ega do'stlar. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz sizlar bilan. Aboylar urilgan. Gap yo'q. Tak. Bu tomonda xonamiz o'ngda. Aynasi orqa tomonga qaragan, aboydan chiqqan, laminat döşelgan. Yine bir yerda yana bir sanuzelimiz. Tak, unitazi, rakovinasi, dushovoy bor yerda, kafellari urilgan. Tak. Bu yerda isitish tizimi bor. Bu yerda spalni yana bir detski komnatamiz bo'ladi bu. Tashlab aluvchilara nasib etsin. Bu tomonda ise yana bir spalni balkondan ega. Aluvchilara nasib etsin. Narxi, kvartira narxi hozirgi kunda yana 3 xonali kvartiralar o'zlaringiz bilib o'tiribsizlar, 50 ming, 60 ming dollarga chiqib ketdi. Lekin shu pulga hovli joy olinglar, kelib yashanglar shaharning ichida. Aluvchilara nasib etsin. Like'lar uchun rahmat. Поддержка qilgan Allohim, Alloh taolo sizlarni istagingizdan, arzu umidingizdan ajoyib joylarni yetirib so'ntirsin, xursand qilsin, omon bo'ling. Narxi ekranda yozib qoldiriladi.